Kichkinaligimizda mahalla futbol o'ynasa bitta bola bo'ladi jamoada bilasizlarmi? O'zi uncha yaxshi futbol o'ynamaydi, lekin zo'r urishgani uchun qo'shiladigan bola bor-ku, hali g'o'dayib o'sib qolgan. Ancha-muncha futbolni qonun qoidasini tortib yuborardi biz tarafga. Raqib mahallani bir 10 ta golini ofsayd deb hisoblamay qo'y, o'zi bilmaydi ofsayd nimaligini. Lekin asna qilib qo'qitib hisoblayverardi. Chotidan gol urib qo'ysa 100 ga yuradi bu deb turib olaverardi. Tanagil ishontirib yuborardi haligilar qo'qitib. Ancha-muncha qo'limizga to'p tegib, qo'lga tegib kelsa emas, biz nagli ushlab olardi yaligini ishani penalti deb turmagan bir marta. Birartasini haligi yikitib qo'ysak, o'tib ketib sheyga gol urib, yo golni beringlar, yo penalti beringlar desa, seniki emas, meniki emas, uglovoy deb beraverardi. Aslida ham yutkizib qo'ysang, nima yutib qo'yishding deb ham uraverardi. Mahallani obro'si qolib ketmaydi-yu. Ham yutkizib ham kaltayib kelmaymiz. Shunga mana terma jamoaga ham Bahodir Jalolov qo'shib yora olmadingmi deyman deb. Akani bilib o'zingizlar bilasizlar, bir kishilik talpa. Rasa bo'lmay qolgan joyga sekin birortasini olib o'tib, pipalab